Jonim yangili. Mana yangi deymiz, yangi generatorlarimiz kelgan. Bu 4 kilovatli, bunisi 2,5 kilovatli. Qaysi biri? Bunisi jamadorli. Jamadorli. Varillamasini chiqardi, qassob. Ovozini chiqib turadi. Hali geylar to'xtatmaygandan ekanda. Bak hajmi 3 litr. 100 kilometrga o'sha 3 ta benzinlar sotiladi. Qish kuni uylanasa kabinani o'rnaga qo'yishsa bo'ladi. Kabinali qo'raylarga $200 bo'lsa narxi, bunisini $300 beryapmiz. Bunisini komplekti pultlargacha chiqadi. pultlargacha chiqadi. Bundan qo'shimcha narsalar ko'rsatib o'tamiz. Yog'lari, hamma narsalar chiqarib bergan kabinlari. Nechchilik akkumulyatorga mo'ljallangan bu? Bu o'yla akkumulyatori 4 tali, 5 tali, 6 tali akkumulyatorlar qo'ysa bo'ladi, universal. Universal ekanda bu. Bunisi ham shunaqa universal bo'ladi. Bunisi ham. Yonida tortib yurganlargacha bor uni. Iplar ko'rsatib o'tamiz. Bezinlari yo'q hozir. Ancha zamonaviylashibdi. Zamonaviylashdi. Bunisi qanaqa korobkada ochilmagan? Korobkada ochilmagani 5 ta 6 ta akkumulyator deydi. 62-72 ganda bu. Bunisi 48-60-72 bo'ladi. Bu universal ekanda, eng universali shu ekan. Kimga kerak bo'lsa pastdan nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqa qilishlar mumkin. Dastlabkilarimiz mavjud. Bu necha pul qilib berasan buni endi? Narxlari. $200 qilib beramiz, bunisini $300 beramiz. $200 bunisi, $300 dan bular. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.